Uill Smithni ko'pchilik komedik aktyor sifatida biladi, lekin uning jiddiy hamda romantik filmlari ham mavjud. Keling, uning eng yaxshi 5 ta filmini ko'rib chiqamiz. 5-o'rinda Baxt ortidan yugurib. Bu film oddiy insonning taslim bo'lmasak hikoyasi. Aynan mana shu filmda Uill Smith o'zining o'g'li bilan birgalikda rol ijro qilgan. Film real voqealarga asoslangan. Chris Garden degan insonning hayotidan olingan film. Aynan mana shu film ko'plab insonlarning hayotini o'zgarishiga sabab bo'lgan. 4-o'rin Men afsonaman. Post-apokaliptik dunyo, yolg'izlik va umid. Filmning katta qismida Uill Smith yolg'iz, lekin shu bilan birga tomoshabinni hech ham zeriktirib qo'ymaydi. 3-o'rin Hitch uslubi. Bu filmda Uill Smith o'zining tabiiy xarizmasini ko'rsatib bergan. 2-o'rin Qora liboslilar. Aynan mana shu film Uill Smithni global yulduzga aylantirdi. Bugun ham qayta ko'rsa bo'ladigan, eskirmaydigan klassika. Shu kabi kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Va nihoyat 1-o'rin Qirol Richard. Uill Smithning jiddiy va o'ta kuchli rollaridan biri. Aynan mana shu roli unga uzoq kutilgan Oscar mukofotini olib kelgan. Siz uchun Uill Smithning eng yaxshi filmi qaysi? Izohlarda qoldiring.